Barchangizga assalom, sizlar bilan Kayzobek o'z kanali va bugungi videorolikda biz sizlar bilan mana ana shunday qanaqangidir antiqa uyda kuchayishni qilamiz, kuchayib ko'ramiz. Bundan oldingi qismini chiqara olmadim, ozginagina ko'rdim, yoqadimi yo'qmi tomoshabinchilarga. Shunga qarab chiqarishni boshladim. Bundan oldingi videoni qidirmoqchi bo'lsangiz, bundan oldingi video chiqmagan. Shuning uchun do'stlar, vaqtingizni ketkazganingiz befoyda deb o'ylayman. Bo'lmasam do'stlar, mana shuncha kuchayganda men davom ettiraman endi. Ikkinchi xonaga yetib keldim nihoyat. Bo'lmasam do'stlar, ko'p gapiraveryapman shekilli. Damgina qilay. Chiroyli turdi menimcha. Qolganlarga qaraganda mana chiroyli turdi menga. Yo'q, qaranglar mana, yarashmayapti. Mana bu zo'r turibdi-da. Bu boshqa gap. Oho, 16 ga pul yig'ibdi. Buni ochamiz, buni, keyin mana, ana yana bittasi bo'ldi. Tayyor, u, mana. Pulimda yo'q. Qolgan shu. Chiqarish ham ko'raman-da shu. Shunaqangi pulingiz yetmaganda 2x qilib beraymi deb Robloxni maqtab chiqaradi-ku. Shuni yomon ko'radiganlar nechtasizlar? Kommentariyaga yozib ketinglar. Mana Vashshen zo'r kuchayyapman уже. Bu nima foydasi bor ekan, men tushunmayapman. Ustiga chiqam. Menimcha bunday emas. Oho. Yaxshi pul keltirsa kerak-da menimcha. Bo'lsam qimmatga sotmasa kerak. Narki pastdagilari arzonidir lekin bundan ko'ra. Bu qimmat. Nima ekan? Pastga tushirib qo'ydik. Ha, ikkinchi etajga tepa ekan bu. Yaxshi. Ha. Shuncha joydan yana aylanib kelaman. Tepaga chiqaman. Yana bosorsam, yana qaytib ketishimga to'g'ri keladi menimcha. Ana 20 ga bo'lib pulim. Nima ekan 20% chetidagi? Shu 20% chetidagi biladiganlar kommentariyaga yozib ketinglar. O'zim topolmadim-da. Bu nima auto collect ishlamayapti? Bu kim ekan? Qana kirdim? Lazerim yonig'ida-ku. Qanday? Pul olmoqchi bo'libdim, chobayda berdi. Pul oladigan olib tug'ilmagan. Kelib, men uyimdan pul olyapti. Bu uyni men osonchilik bilan qurdimmi? Mana do'stlar, shunday qilib shunchasini kuchaydim. Mana shuni ochsam endi yaxshi bo'lardi-da. Kuchaydim shunchasini. Ya'ni men tez ketadi menimcha. Soatam allamahal qolibdi lekin. Mana bir ekan bu arkadagisi. Bular hay pul keltirib tursa. Arkadagisi nima ekan semiz? Pullarni yig'ib 2x qilib bersa kerak-da. Ko'p pul beryapti. Burma. Oyna panel. Pulim yana yetmay qoldi. Pul ham o'tib suyib qoladi. Ko'p yig'ishga harakat qilaman. Ana bu yerdan ham pul ishlayapti ekan. Ko'p pul ishlashga harakat qilaman. Shib ikkitasini olaman, uchtasini olaman, pul tugab qoladi. Agarda mana shu videoga 1000 ta like yig'adigan bo'lsangiz, do'stlar, ana shu uyning davomiga Roblox donat qilaman. 1000 Roblox donat qilaman. Shapkacha olib qo'ydik. 1000 ta Roblox donat qilishga harakat qilib ko'raman do'stlar. Shuning uchun layklaringizni ayamay, boshqalarga ham ulashib, ko'proq like yig'ishga yordam bering. O'zimga e'tibor bermaysiz, ozgina shamollaganim shu uchun shunday bo'lyapti. Uchinchi etaj tayyor bo'ladi deb qoldi.
Nima bo'los? Ha, pul aparatim tepaga chiqdi ekan. Nima bo'ldi deb hayron bo'lib qarabman. Puladan nechta chiqsa ekan, do'stlar, nima deysiz? O'ynab ko'rganlar, xato ish qilayotganim kommentariyaga yozib ketinglar. Shu xatolarni to'g'rilashga harakat qilaman. Mana buni uyga borib ko'raylikchi. Vashshem baland ekan. Nasib etsa do'stlar, shuni uydan ham baland qilishga harakat qilaman. Ha, u legendak. Tepadagi sariq bilan yozib qo'yibdi. Shuni uyini buzsa bo'lardi menimcha. Ya bo'lmas. Bug. Bug bo'ldi. Tushunmadim. Bug bo'ldi do'stlar, ko'rdingizmi? Shuncha joyga borib keldim-da. Lekin bir tarafdan yaxshi bo'ldi, tez qaytib keldim uyimga. Hech tekin narsa yo'q ekan. Bo'lmasam do'stlar, bir перерождение ham qilib olamiz keyinroq. Kimdir rost qo'shildimi? Kimdir mana shu yerda qo'shildi, do'stlar. Faqat men ko'rdim, sizlar ham ko'rdingizmi? Agar ko'rganlar bo'lsa, kommentariyaga kirib yozib ketinglar. Bu ham bug bo'ldimi yo birontasi haqiqatan menga tepa qildimi? Yo'q, tepa qilmasa kerak. Roblox gibi Minecraft emas. Birgalasini birdan ushlashaymiz. Bitta alle borishga birdan o'tib ketib yurmaydimi? Yana pulim tugab qoldi do'stlar mana. Pul tugab qoladi. Yomon tez pul tugaydi shu o'yinda. Do'stlar, yangicha kiyim. Qanaqa degan. Yaxshi. Buni qilichcha bilan zo'r ketardi do'stlar. Keyinroq olaman, o'sha qilichni qo'limga. Shunday ham chiroyli ketdi lekin. Nima kuchaytirdimiz? Ha, mayli. O'yna olamizmi? Emoji ekan, o'ynamas ekan. Ha, emoji. Yuzimiz shaklini o'zgartirib, pullarni tugab qoldi. Tezroq 4-qavatgacha yetib olsaydim. Do'stlar, adashmasam bu ko'paytirib beradigan bo'ldi. Filtr deydi-ku suvga. Xuddi shunday narsa bo'ldi menimcha. Oxirgisiga ham qo'yaveramiz. Bo'ldi, bu qatori polni tugadi. Do'stlar, siz ham ko'rasiz, bu hammasi bir xil, lekin kattaroq pul berar ekan. 800. Nima hammasi bir xil-ku? Nima edi bu? Nima ekanmi? Ana balachasi ham paydo bo'ldi shuni. Ustiga chiqib ko'raychi. Parkur, o'xshama. Yo'l parkur Minecraftda bosamiz. Hozir Roblox. Agar do'stlar shunga 100 ta like yig'ib beringlar, Troll Tower degan parkur o'ynayman. Uni birinchi qismini chiqarganmanmi yo'qmi bilmayman. Lekin hozir anchagina kuchayganman undan ham. Ana shularni tezroq bitirib olsaydim. Yana pul tugab qoldi. Ana oynalarni ham qo'ya oldik. Endi sal bo'lsam odam bashara bo'ladi do'stlar. Uyimiz. Shu o'yin necha etajgacha iborat bilasizlar? Biladiganlar kommentariyaga yozib ketinglar. 300 ming ekan. Bo'lmasam do'stlar, siz ham zerikmanglar deb videoni ancha joyini kesib tashladim. O'sha ancha-muncha ko'rib qo'ydim bundan ham. Mana shu 6-etaj menimcha.
7-chi etajga chiqishga harakat qilishim. Ha. 2-chi etajga tushamiz. Mana do'stlar, sizga polni ko'rsataman. Agar do'stlar ana shu videoga mayli ko'p so'rayman, 10 ta like yig'aylik. Ikkinchi qismini chiqaraman. Mana shuncha qurdim, 6 ta etaj qurdim. 10 ta like yig'aylik, 3-chi qismini chiqaraman do'stlar. Ikkinchi qismini demoqchi edim. Bo'lsam likelaringizni ayamang.